Assalomu alaykum Hazrat Umar obunachilari. Akalar, mana yana o'sha qo'zi so'raganlarga, o'tgan safargi qo'zilarimizni ola olmaganlarga akalar, qo'ylarni qo'yyapmiz akalar, xudo xolos sotyapmiz. Olgan odam rahmatini aytayapti. Bemalol mana baraka topadiki, qo'ylar yaqqanidan haligi telefon qiladi akalar. O'zimiz baqlayapti qo'ylardan akalar. Bemalol baqsalaring baraka topasizlar akalar. Mana jullarni qaranglar, mana tek qism jun akalar. Qo'ydi qaranglar, yeb ichishlari, yuzlari o'ta tiniq. Akalar, qo'ylar yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Quloqlari butun suyakli qo'zilar, qirg'iz qo'zilaridan akalar. Mana. Doim biz qo'y chiqarib turamiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'yganlarga qo'ylarimiz, doim qo'ygan qo'ylarimiz yetib boradi akalar. Qo'zilarimiz qaranglar, chiroyliligini. Shu shalpon quloq qo'zilardan so'raganlarga 2 dona akalar sovliq, 6 dona qo'chqor, bir qo'ra. Manzilimiz Namangan, Tepaqo'rg'on. Dastovkalarimiz Toshkentgacha. Telefon nomerlarimiz akalar 95lik 463 41 17. Mana qo'ylar, qo'ydi qarang chiroyliligi. Janovorlar. Mana yorrog'idan akalar, mana qo'ydi, yungini qaranglar. Qarang. Birortasini yo'tali ya bir burnoqqani yo'q, yuzlari tiniq qo'zilardan bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bizni kuzatganlaringiz uchun oldindan rahmat.